Hozir 625 ming so'mdan turibdi. Hozir 625 dan Urganchdan Toshkentga bor. Urganch Toshkentga. Ha, Toshkent Urganch ham shu narx bo'ladimi? Toshkent Urganch ham shu narxda. Bundan arzon topish mumkinmi? Misol bez bagaj. Bez bagaj 567 ming so'mdan, как раз 30-may kuni Toshkent Urganch yo'nalishi bo'yicha. 30-may kuni bez bagaj ne ba? 10 kilo rushnoy bilan. Rushnoy 10 kilo rushnoy. 500 necha so'm? 67. 567 so'm. İmini büyün geçsem ben geç gereçten necha so'm büyüne? Bugün kessaz, hozir. Büyününden 9'u mu? 10'u büyün. Urganch Toshkent как раз 18:00 da reysimiz var. Büyün geçki 18:00 Urganchdan Toshkentga. Ha. 790 ming so'mdan. 790. Bez bagaj bagaj. Bez bagaj? Bagaj bilan ne? Bagaj bilan tak 826 ming so'm. 826. Ha. Xo'p, Urganchdan Peter necha so'm bo'lib turibdi endi? Urganchdan Peterga hozir aksiyada biletlarimiz bor. Nesta tak Urganchdan 14-mayga bor 3.654 ming so'mdan. 14-may. Ha. 3 milyon 654. 3 milyon 654 dan. Bagaj bilan 7 kilo rushnoy, 23 kilo bagaj. Hı. Keyin 17, 21, 24-maylarimiz bor. O 3.590 ming so'mdan. Bagaj bilan. Hı. Keyin 28 bilan 31-may 3.458 ming so'mdan. Ha. Hammasi Primoy Reis, O'zbekiston Centrum Air aviakompaniyasi. Primoy reys emas ham bormi ya uni? Через Moskva ochadilar. Ha, o Primoy reys emas. Ha. Moskvada qo'nib keyin o'tadi. Ha, Moskvani o'zini ham hozir skidga qilib turibmiz. Tak 23, 25, 30-maylarga 2 million 990 ming so'mdan. 2 milyon 990 dan Moskvaga. Ha, 7 kilo rushnoy, 23 kilo bagaj bilan. Qaysi chislolada bor shu narxda? 23-may, 25-i, 30-may, keyin dalcha keyingi oyda 1-iyunni, 6-iyunni, 8-iyunni. Endi qarang, Moskvadan Urganch ham reyslar bor. Moskvadan Urganchga reyslarimiz bor. Shu narxmi yo ular o'zgarami? Yo'q, ular arzon hozir Dimzor narxda o'tiribdi. Moskva Urganch yo'nalishi bo'yicha. Moskva Urganch 12-maydan boshlanadi reyslarimiz 1 million 20 ming so'mdan bez bagaj. 1 milyon 20? Ava. 100 dollardan ham arzon. 100 dollardan arzon. Primoy reys Moskva Urganch yo'nalishi bo'yicha. Peterdan ham? Peterda ko'rib beraman. 1 milyon 20 dedingizmi? Ava. Peter Urganch ham hozir skidkada o'tiribdi. 1 million 496 ming so'mdan. 1,5 so'm bor. 1,5, ava. Tamam, Primoy reys Peter Urganch yo'nalishi bo'yicha. Bu az oblastlardan nelar bor bizda? Bu yerdan hozir Urganchdan Toshkentga bor, Buxoro bor. Samarqandda yo'q. Samarqandda yo'q lekin. Qashqadaryo vodiy taraflar bormi? Vodiy tarafi yo'q. Через Toshkent orqali usta bo'ladi vodiygadan. Urganch Toshkent, Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona. O'zi Xorazmdan faqat Buxoro bor. Buxoro bor. Bu yerdan hozir Urganchdan uchib turgan reyslarimiz Moskvaga uchib turibdi, Primoy, Peterga uchib turibdi, Istanbulga uchib turibdi, Maxachqala'ga. Maxachqala Dog'iston? Dog'iston. Har hafta 6 kun subbota bor. Dog'istonda bormi? Dog'iston bor, Primoy reys как раз. Biz bu yerdan uchadikmi, Toshkentga uchadikmi Dog'istonga? Toshkentdan uchaysiz. Toshkentga uchadik yaqin, ha? Bu yerdan yaqin ham bo'lsa kerak. Yaqin ham, hozir ko'rgan. Dam olmoqqa ketsa bo'ladimi? Shuni yerlar bormi Dog'istonda? Maxachqala. Dimzor yerlar bor. Hozir как раз 2 million 290 ming so'mdan turibdi. Har hafta 6-kun uchadi. Bez bagaj. Maxachqala zo'r davlatlar, ha? Maxachqala, Dog'iston. Dog'iston zo'r Tem davlat. bo'lar Urganchdan ochasiz, Primoy. Shu, bo'lgan 1,5 soatda qo'nadi u. Ha. 3 davomiyligiga 2 soat ekan. 2 soat ekan, shu. Ozarbayjondan sal arakda o'tasizdan bitta. Ozarbayjon o'zi Ozarbayjonda yo'q hozir, ha? Hozir Toshkent Ozarbayjon bor, Toshkent Boku yo'nalishi bo'yicha. Bu yerdan yo'q. Bu yerdan yo'q ekan. Qo'yiladigan gap so'z yo'q hali. Endi Xudo xolasa qo'yilsa Aytasizlar? aytamiz, ha.